Assalomu alaykum kuzatuvchilarimiz. Xohlasa Buxoroga 5 kilovatli drabikalardan jo'natyapmiz. Malatyoy segmentli bo'ladi. Bitta hozir rulli betanomeshalkadan ham mana qo'shib jo'natyapmiz. Xohlasa motorlari shu baquvvat 3 kilovatli motordan bo'lyapti. Объемlar 0,25 kuba qozon. 3 kilovatli motor. Voltmetr datchiklari ham bor mana. Qanotni ko'tarishga ishlaydi. Xohlasa tekshirib sinovdan o'tkazib, ichiga beton solganmiz endi. Tekshirib, ishlashlarini, motorlar ovozini eshitib mana yuklashga tayyorlab qo'ydik. Kerak bo'lgan bo'lsa, apparat nimadan, dastlabki xizmatlarimiz ham bor. Drabikalar bepul, betonomeshalkalar dastlabkasi kelishilgan holda bo'ladi.